Әмді Нұрәли Аблызның «Bir yılınızdaki 8760 saat» namlıq əsrini anıltımız. Tavsiyannoma. Haqiqiy utuq qozong'uvchi texnik ko'p kishilarni baxtga erishtiradigan odamdir. Yu Minghu. Alini 2012-yilning oxirlari tunji qatim uchratdim. Bu yigitga nadin kelgan jur'atken bilmayman. Menga ilk xat avatib, o'zining QA ingliz tili, ya'ni Ali Qaltis ingliz tili degan ma'nodagi darsining sin hujjatini o'ziga yo'llab berishini talab qildi. Bu vaqtda dal so'qmoq masalasi yuz bergan bo'lib, bu ozroq zil temiga aylanib qolgan chaq edi. Shinjonlik bu yigit bir bilak xanzucha inglizcha darslik sinida qiziqarli so'zlar orqali nurg'un bilimlarni umumlashtirdi. Nurg'un kishilar so'qmoq masalasini rayon xarakterli kamsitish deb qarayotgan chaqda u ma'rif qatlami darajasiga ko'taribdi. Bu xil mustaqil tafakkur qilish iqtidori sababli uning ismini esimda ching tutib oldim. 2013-yili Çağanda onun bilan ikinci qatim uchrashdim. Shu qatimlik yig'in orliqida u dodillik va ozroq qaramlik bilan yenimga kelib, o'zini inchki operatsiya qilib yozgan dokladni chiqardi. Uningda Ali o'zining vaqt boshqarish ta'sirotlarini, ilgirki o'qitish jarayonida qo'lga keltirgan tajriba saboqlarini yozib qolmay, 90 kilogramdan 70 kilogramga o'riqlaganligi, Qo'rsqiga 8 parcha muskul chiqarganligidan iborat o'riqlash jarayonining unum xaritasini kirgizibdi. Men shu chaqda uningga yangi sharhning eng munavvar o'qituvchilarining biri bo'lib chiqqan degan bir jumla so'zini qilgan edim. Darvaqa 2 yildan keyin u shunda qila oldi. U yangi sharhning 20 mingga yaqin o'qituvchilari ichidagi eng yosh notiq aylandi hamda yangi sharh guruhining o'qituvchilik vazifasini ustiga oldi. Shundaqla jamiyatning har qaysi sohalarida xili zo'r ta'sirlarni qo'zg'adi. Nurg'un kishilar Alining qat'iy irodalik, azaldan voysamaydigan, va'dasida turadigan bir tarafini ko'rgan bo'lishi mumkin. Yoshlarning qaram, hatto ojiz chog'lari bo'ladi. Bir mezgil Alining kayfiyati to'limi sulg'un chog'lari bo'lgan. Shu mezgilda menga bir qancha parcha ilk xat avatib, burunqi xizmat o'rnidan ayrilib, oliy maktab o'quvchilariga dars o'tishga chiqqanligi ancha to'g'ri bo'lmagandek his qilayotganligini aytgan edi. U hatto tushkunlashib ketali dedim, psixik doktorga ko'rindim degan edi. Yenim yaxshi, u g'olib keldi. Oilaning og'ir yukini ko'tarib qolmay, bir qaltis odamga aylandi. Otasining xizmat ustida qurbon bo'lishi uni hayotlik haqida yangi ta'sirotga ega qildi. Shu chaqda u mundaq deydi: "Men uchratgan odamlarda, men qilayotgan ishlarda mening sababimdan oz-to'la yaxshilanish bo'lsa-da, mana shu kifoya. Har kuni soat 7 dan burun o'rnidan turib, mikroblogida kishilarga ilhom bag'ishlaydigan narsalarni ham baharlaydi. Kitob o'qiydi, badan chiniqtirdi. O'zini tizginlash iqtidori har qancha kuchli odam bo'lgan taqdirdami, har kuni yarim kechagacha xizmat qilibmi, ats yanala soat 6 da o'rnidan turib ketish haqiqatan jaboliq. Bir necha qatim yarim kechada undidarda xizmat to'g'riliq paranglashib o'tib, u tuyuqsiz yo'qab ketdi. Keyin bilsam, charchab ketganlikdan ustalga beshini qo'yib uxlab qolgan ekan. Ali o'zining qiyinchiliklarini oldirab tilga olmaydi. Boshqalarning uningga qilgan yomonliklarini hargiz debmi yurmaydi. U faqat qilishga tegishli deb qargan ishlarini un-tinsiz davomlashtirdi. Texmi ko'p kishilarga yordam qilishga va illiqlik his qildirishga butun kuchi bilan tirishdi. Uning samimiyligi hargizmi ishning epini bilmaydigan soddaligidan emas. Uning beshiga kelgan mushkulotlar mutlaq ko'p qism tanqishlarining bardoshlik berish shaklidan eshib ketgan. Mayli munbarda, mayli turmushda bo'lsin. Uning optopdek ichilib turgan chiroydan kichikkina kulanginimi topolmaysiz. Uning samimiyati odamni ta'sirlantirdi. 3 yil. Min necha kecha kunduz. Boshqalarga keng qo'rsoq, ammo o'ziga talabchan bo'lishni qat'iy davomlashtirib kelgan Ali mukammal odam bo'la olmasligi mumkin.
Ammo u o'zini mukammallashtirish yo'lidagi tirishchanligini bir kunmi to'xtatib qo'ymadi. Buningdan 20 necha yil muqaddam men chet elga chiqish orzusi bilan yashagan edim. Turli sabablar tufayli bu orzuyimni hozirgacha reallikka aylantira olmadim. Keyin yangi sharhni qurgandan keyin hayot yo'limdagi yana bir imkoniyatni payqadim. Yana jungolik o'quvchilarning ingliz til o'tkulidan o'tib, chet elga chiqish orzusini reallikka aylantirishiga yordam qila oladiganligimni tunib yetdim. Bu ma'lum bir imtihondan o'tib, chet elning unvon kinishkalariga ega bo'lishga munosabatli ish emas. Texnik muhimi o'ziga ishonishga, izzat, hurmat, g'urur yetildirishga munosabatli ish. Bugungi kunda Andilish 26 yoshga kirgan Ali utuq qozonguchi, munavvar yosh, aktival energiya taratquchi, irodalik yigit degandek turli yaxshi sifatlar bilan sifatlanmoqda. Men uningdan qobiliyatli odam bo'lishni qanday tushunadiganligini so'ragan edim, u menga keskinlik bilan umrdan uzun ishlarni qilish deb javob bergan edi. U sizga sirliq retseptlarni yezib bermaydi. Faqat to'g'ri usuldan foydalanib, texmi yaxshi odamga aylanishning to'g'ri yo'llarini chinlik bilan aytib beradi. Chunki u o'zi shu yo'lni o'ngishib besib o'tgan. Alining muvaffaqiyati navbatda utuq qozonish uchun kurash qilayotgan yoshlarga g'alaba qilishning haqiqiy mavjud bir imkoniyatini ko'rsatib berdi. Bir odam hech qanday orqa ko'rinishi bo'lmagan taqdirdami, kecha-kunduz bo'shashmay kurash qilish irodasiga tayinib, kuchni markazlashtirish orqali ma'lum bir sohada natija qozonish orqali o'ziga tava bo'lgan bir dunyoni yarata oladi. Mening texmo qoyil bo'lganim shuki, nafsoniyatchilik, shaxsiyatchilik yo'lliq bo'lib ko'rinayotgan bir vaziyatda Alining vujudidan haqiqiy ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usini ko'rdim. U o'zini kuchaytirishga ahamiyat berib qolmay, xili zo'r zehni quvvatini boshqalarga yordam qilishga sarf qilyapti. Hayotning qimmati va ma'nosi donliq maktab, boylik va martabadan ifodalanmaydi. Albatta, haqiqiy muvaffaqiyat texmi ko'p odamlarning yo'lini yo'rtishdir. Abdurdin 2011 yili 6-oyning 14-kuni kech soat 11da otam Abdusaydin Shinjongning Qo'rg'os noyasida quyosh energiyalik yo'l chirig'i o'rnatib etib, xizmat ustida qazo qildi. Shu yili u 51 yoshda edi. Shu chog'da mening Beijing universitetini bitirishimga faqat 15 kunlik qolgan. Yurtga qaytib, otamni yerligiga qo'yib, ayrilish azobida puchunlayotgan onam va singlimni o'rlashtirib bo'lib, yana Beijingga qaytib keldim hamda chiqish yo'limni tepish uchun mushu shaharda qoldim. U chog'dagi men bir oqpishmoq bodak edim. Xizmatda qanday ishlashni bilmaydim. Qonitim sungan, makonsiz qolgan edim. Kech-kunduz zinib turgan sonsiz chiroqlar bor bu avod shaharda men uchun yiqilgan bir chiroq yo'q edi. Men uchun yiqilgan u chiroq o'z yurtimda, ko'z yetkisiz yiroq bir joyda qolgan edi. Meni kutib turgan uzun ham egizbaz yo'llarni o'zim yolg'iz menishim, texmi og'ir mas'uliyatni zimmamga ilishim kerakligini bilatdim. Hurmatli otamning chiriqini o'zimning usulida mangu yondirishni o'ylaydim. Nurali Oblis 1-bob. Nima uchun shuncha tirishibmi unumini ko'ra olmaymiz? Yoshlar hamisha dunyo bilan so'zlashmoqchi bo'ladi. Lekin bu dunyoning siz bilan paramlashqusi yo'q. Talantingiz urg'ib turgan, hayotiy kuchingiz to'lib toshgan, sarvozzoda ko'z bog'laydigan iqtidoringiz bo'lgan taqdirdimi, bu dunyoning shafqatsizligiga tang tura olmaysiz. Muvaffaqiyat nurg'ulg'an haqiqatlarni bilish emas. Karvatimning bosh tarafiga qo'yilgan ustalga mundaq bir jumla ingliz so'z o'yilgan. If you cannot do, teach. Agar o'zing qila olmasang, boshqalarga qilishni o'rgat. O'qituvchi bo'lgandan beri bu so'zni o'zimga signal qilib oldim. Bu qoida so'zlashga usta, ammo o'zi qila olmaydigan kishilarga qilingan kinoya edi. Mening bir do'stim bo'lib, laqami qoidashunos edi. Kitoblardan naql keltirish, qoida so'zlashda uning oldiga o'tadigan odam yo'q desakmi bo'ladi. Qadimgi Misr madaniyatidan tortib, hozirgi zamondagi pit bo'lgucha qoyil qilarlik mulohaza qilib beralaydi. O'yin, tomosha va nikoh, turmush to'g'risida bilganlarmi oz emas.
Bularga xili kelishgan sirqiy qiyofat qo'shilsa, uning bilan paranglashgan har qanday bir odam o'limiga uchrab qolgandek tuyg'uga kelib qilishi mumkin. Ayni chog'da ikkimiz Jungwansunda 10 necha kvadrat metrlik bir egizlik uyda bilib turardik. Jungwansun Beijingning avat yeri hisoblanadigan bo'lg'ashqa, uyning kichik bo'lishi qarmay, ijorasi xeyli qimmat edi. Bir kuni tushdan keyin ikkimiz deraza tubida o'ltirardik. U ikki barmog'i orasiga qistirib olgan tamakini kuchab bir tortib, ondan isni oldirmay puylab chiqargandan keyin mundaq dedi. Ali, yaqinda men moliya boshqarishga oid kitobdan birini astoydil o'qib tadqiq qildim. Hozir pulni bankaga qo'ysang, kundan kunga kurs tushib ketadi. Putuq qozonish uchun, Beijingda yo'l tepish uchun, tuzukroq yashash uchun, shirkatda oddiy xizmatchi bo'lishdan boshlasang, har yili maoshing oz-ozdan o'sib, 5 yilda bir qatim aminang o'sidi desak, bir umr tirishgan bilanmi hech ishni boshqa ilib chiqilib bo'lmagudak. Üzüp chiqaman desang, boshqalar mangmagan yo'lda minishing kerak. Ikkimiz ozroq pulning ipini qilib, oltin sodis qilayli. Keyin u xizmat munosabati bilan ko'chib chiqib ketdi. Lekin patpa telefon urib, yana xizmat almashtirganligini, yangi bir sohaga kirganligini va yoki qisqa vaqt ichida boy bo'lishning yangi amalini topganligini aytib turdi. Lekin mayli qaysi sohaga kirmasin yoki pul tepishning qanday bir yangi usulini bayqamasin, hech qaysisi uzoq mezgil davomlashmadi. Oxirida pushaymon dorisining uzoq mezgillik iste'molchisiga aylanib qoldi. Do'sti bo'lish suhbatim bilan uni ogohlantirib, qoida so'zlash, mulohiza qilishdan boshqa amaliy unum beradigan chora va harakat texmi muhim emasmi deb askarkan edim. U sal cho'chigandek bo'lib, birdan turib ketgandan keyin yana o'zining gapini qilib, "O'tganda hiliq shirkatning peyini o'sdi degan edim. Rostli o'sdi-ku. Shu chaqda setib olgan bo'lsam, hozir bir yush uy ip bo'lgan bo'lar ekanman", dedi. U hozirga qadar 4 qatim xizmat almashtirib bo'ldi. Maoshi 1050 yuan o'sdi. Oddiy xizmatchi edi. Hozir 5 kishilik guruhning guruh boshlig'i bo'ldi. Ehtimol kunlarning birida uning rostli omad kelib qolar. Shundaq bir kunlar kelib qolsa, men cho'qim yuzimni qilin qilib, "Ha, boy bo'psan, burunqi do'stligimizni unutib qolmagansan, ha?" deb boraman. Dunyoda qoida so'zlashga amroq odamlar ko'p. Qoida anglashga amroq odamlar texmi ko'p. Har xil yo'llardan foydalanib, o'zi erishmoqchi bo'lgan, ehtiyojli bo'lgan va yoki erishmasam bo'lmaydi deb qaragan qoidalarga erishib turadiganlar hamon kam bo'lmaydi. Lekin qoidada rostli shuncha asqatamdi. Ingliz tili o'rganish to'g'risidagi leksiyan anglab bo'lgandan keyin yarim yilda TOEFLdan o'taman. Amerikadagi palonchi dongliq oliy maktabning o'qish mukofot puliga erishiman deb o'z-o'zingizga qasam qilasiz. Lekin o'qish mukofot puliga rostli erishdiganlar hamon oz bir qism kishilar bo'ladi. Dongliq korxonchilarning nutqini anglagandan keyin hatto ilhom baxsh bir jumla so'zni ko'rib qiliblar. Qini qizib, qattiq tirishsalar bir shirkatning bosh ijroiya amaldori bo'lib, sohib jamolga o'yinib, turmushning jumlalarni cho'qisiga chiqadigandek tuyg'uga kelib qoladi. Muhabbat mutaxassislar ham baharlab qo'ygan bir hikoyani o'qiblar, tunji muhabbatni qadrlab, farhotni saqlaydigan qizlarning shirin bo'qisi kelib, boy, kelishgan, qomatlik oq otliq shahzodasining ilk ketishini kutdi. Qoida o'qishga tayiniblar turmushni tushunmoqchi bo'lish ko'p qism kishilarning g'oyasini amalga oshira olmaydiganligidan derak berdi. Hatto ba'zi donliqlar o'giziga chiqib olgandan keyin shotini tatib oladi. Ondan o'z vaqtida men tirishchanligimga tayinib uchib chiqqan, sizmi qila olaysiz deydi. 1 yil o'tib ketdi. Chet elga o'qishga chiqa olmadingiz. Hatto maktabni a'lo natija bilan bitkazolmadingiz. Xizmat izlab 100 turani imtihonga borganingizda 4-6 darajadan o'tgan kompyuter daraja imtihon kinishkilarini hozirlagan o'quvchilar xizmat ishlagan raqobatchilaringizning bahli ko'p ekanligini bayqaysiz. Tasavvuringizdagi oq otliq shahzodingizning hashamatlik tomosha so'rinlarda yurganligini va yoki bir to'p soyib jamollar o'rib olgan holatda bayqaysiz. Qarg'ulachi istifa berib, ot Oyliqonga, yo'l Soriqonga deb bir mahal oylanib, yana boshdagi o'rningizga qaytib kelganingizda hamma ishni boshdan boshlashga majbur bo'lasiz.
burunqi xizmatishingiz endilikda boshlig'ingiz bo'lib qoladi. Nurg'un kishilar mijozini mo'chalga, ya'ni yulduzlarga, tirishchanligini hikmatlik iboralarga, imtihonni talaga bog'lab qo'yib, orqadan o'ziga shuncha ko'p qoidani anglabdiman, turmushim yana yaxshilanmadi deb o'ltirdi. Yoshlar hamisha dunyo bilan so'zlashmoqchi bo'ladi. Lekin bu dunyoning siz bilan paranglashqisi yo'q. Talantingiz urg'ib turgan, hayotiy kuchingiz to'lib toshgan, sarvozlarda ko'z bog'laydigan iqtidoringiz bo'lgan taqdirdimi, bu dunyoning shafqatsizligiga tang tura olmaysiz. Yoshlar osonla o'zidan gumonlanib qoladi. Ondan turmushga bo'lgan ishonchisini yo'qotib qo'ydi. Shuning bilan odatdagi shu yo'lga mangadi. Halbuki turmushning go'zalligi shu yerdiki, mo'jiza hamon yuz beradi. Muhimi mo'jizaning oshqishi to'g'ri usulni tepish kerak. O'tir maktabda o'qiyotgan vaqtimda otam menga "Ming qoidadan bir chora afzal. Ming hayajon bo'lgan bilan harakat bo'lmasa bekor" dedi. Mening hozirgacha erishgan shu ozg'in natijalarimni otamning shu so'zlarining tiki yetganligimning natijasimikin deb qarayman. Ko'pchilik oldida nutq so'zlashdan qo'rqmaydigan odam bo'lmamiz kerak. Men boshqalarga o'xshashla nurg'un odam oldida bemalol so'zlaydigan bo'lishni orzu qilardim. Lekin har qancha qilsam-mu bu orzuga yetmak hech mumkin bo'ladigan qilmaydi. Uning ustiga men osonla jiddiylashidigan odam edim. Mijozimda qo'rqinchliqmi bor edi. Keyin Yangi Sharqda o'qituvchi bo'lib, necha yuz, necha ming, hatto 10 necha ming o'quvchi oldida so'zlashga majbur bo'ldim. O'qituvchilik bo'lishga tegishli mahoratni to'liq hozirlash uchun nutq so'zlash mahoratiga oid topolganlik kitoblarning hammasini o'qib chiqdim. O'zi yaxshi so'zlanmaydigan turib, boshqalarga qanday so'zlashni o'rgatalaydigan avliyolarga aynib qolgan chog'larim bo'lgan edi. Bir kuni odam yo'q sinfda leksiya so'zlashni mashq qilib olsam, bir xizmatdashim kirib birdan qarab turgandan keyin o'zingdagi masalaning zodi nima ekanligini bayqadingmi? Agar bayqay olmagan bo'lsang, ming qatim mashq qilsangmi beka, dedi. Uning maslahati bilan maqsadlik mashq qilish usulini qo'lladim. Bu usulni Florida universitetining psixologiya mutaxassisi Andres Erikson o'tirg'i qo'ygan bo'lib, uning muhim nuqtasi qayta takrorlash va inkas qaytarish. Avval mashq qilguvchi to'g'ri usulni egilishi va uni pishqilishi kerak. Nutqqa nisbatan aytgan chog'da yaxshi nutqning zodi nimaligini bilish kerak. Buning uchun kitoblardagi abstrakt nazariyalar yetarli emas. Shunga men dangliq notiqlarning hammasining degidek simga ilingan nutq filmlarini tepib kelib, qayta ko'rib, inchki halqalargacha astoydil tadqiq qildim. Fursat bo'lganda ba'zi dangliq notiqlarning nutqini naq maydonda anglab, ming'an anglag'uvchilarning olqi sadolariga cho'milgan chog'dagi ajoyib kayfiyatini ko'rdim. Undan keyin mashq, inkas, mashq jarayonini takror davomlashtirdim. Maqsadlik mashq qilish xatolik markaz qilingan usul bo'lib, mashq qilguvchi xatolikka nisbatan sezgiri bo'lishi, xatolikka yo'l qo'ymaydigan, bayqagan hamon uni tuzitadigan aktiv pozitsiyada bo'lish kerak. O'zimning do'rab mashq qilishi bo'lsin yoki dars o'tish jarayoni bo'lsin, maqsadlik holda simga ilib oladigan, uyga qaytgandan keyin ularni takror ko'radigan bo'ldim. Dastlabda ekrandagi o'zimga qarab o'tirishga toza ko'nalmadim. Yana kelib, ilgari o'zimcha nihoyat yaxshi bo'ldi deb qaragan nuqtalarning amaliyotda undaq emasligini bayqadim. Ovoz chiqarish va badan harakati jihatda kasbiy tarbiya ko'rmagan nurg'un kishilarga o'xshash hayajonli mazmunlarga kelganda qo'llarini har yon pulanlatib, yuzimni to'sib oladi ekanman. Yeli u yoqqa, yeli bu yoqqa irg'anlab, jim tura olmaydi ekanman. Bu deganlik shundoq bo'lganda deganga o'xshash iboralarni to'la takrorlaydi ekanman. O'zim yaxshi biladigan mazmunlarga kelganda ixtiyorsiz holda bak tez so'zlab ketar ekanman. Eng muhimi, menda ekran tuyg'usi yo'q ekan. Anglag'uvchilarga mening ularga so'zlayotganligimni, ularga ahamiyat berayotganligimni his qildira olmaydi ekanman. O'zgartishga tegishli nuqtalarni yezib olib, to'xtamay tuzatdim. Hamda keyingi qatimliq leksiyaning sin hujjatini silishtirib, har bir savallikni tamoman tuzitib bo'lgan, qayta sodir qilmagan chog'dala, ondan daftarimdan o'chirib etdim. Sonsiz qatimliq maqsadlik mashq qilishdan keyin Yangi Sharqning darsxona leksiyasiga pishiq bo'lib qolmay, Yangi Sharqdagi notiqlarning biriga aylanib,
birli vaqtda necha ming, necha 10 ming odamga leksiya so'zlaydigan g'oyi safar temisidagi oylamli leksiya munbarlarida namoyon bo'ldim. G'ayri turlar nomli bozorlik kitobning avtori Vladimir mundaq deydi. Kishilarning nazaridagi talant sohiblarining qaltisligi ular bilan birga tug'ilgan emas, balki izchil davomlashgan tirishchanlikning natijasidir. 10 ming soatlik tovlanish har qanday bir oddiy odamni oddiylikdan halqitadi. Men hargizmi talantlik hisoblanmayman. Japolik tirishchanlikning badaliga ozgina natijani qo'lga keltirish jarayonida his qilganim shuki, dunyoda utuq qozishni o'rgatadigan e'tiborli kitob mavjud emas. Eng oddiy ishlarni voyaga yetkazgan vaqtingizda muvaffaqiyatga tabiiy holda yaqinlashgan bo'lasiz. Men bu yo'lda shuncha ko'p qoidalarga nisbatan muayyan ko'z qarashga ega bo'lgan bo'lsam-mu, bu mening qoidalarni o'rganmaydigan, qimmatini tushunmaydigan yoki ularga parvosiz qaraydiganligimni bildirmaydi. Balki men shuni bildimki, qoidani har qancha jiq anglagan taqdirdimi, u baribir boshqalarning tajribasi. Faqat to'g'ri usulga tayangandala o'zingiznikiga aylantirg'ili bo'ladi. Meni to'xtamay olg'a bostirib kelayotgani, qarmoqqa ancha muhim emasdek ko'rinadigan bosh cho'kirib tirishayotgan o'zimdan iborat. Ba'zida bek ko'p qoidalarni bilib ketsangizmi, aksicha o'zingizga tushak sep qo'ysiz. O'xshamagan qoidalar to'la hollarda o'zaro ziddiyatlik nuqtalarga ega bo'ladi. Maslahatlar ba'zida bir-biriga zid bo'lib qoladi. Ba'zilari ochiq, ba'zilari tatliq, ba'zilari battam, ba'zilari chuchmal bo'ladi. Aralashtirib iste'mol qilaversangiz, qo'rsoqni og'irtib, qadamni ostilatib, qalbingizni qalaymaqon qilib etadi. Ba'zida qoida va naqllarni bir chetga qo'yib qo'yib, oldi bilan bir qadam menib, ondan tajribalarni yakunlab, xatoliklarni tuzatgan afzal. Shunda qilgandala ko'p biladigan, ammo hech ish qilmaydigan, oxirida hech narsani o'zgartirmaydigan, hech ishni boshqa ilib chiqolmaydigan odam bo'lib qolishdan saqlangan bo'ladi. Bu kitobda qoidani so'zlanadi. Ammo qoidadan ko'ra usul ko'proq so'zlanadi. Kitobdagi har bir bob kichik bo'lsa-mu, mazmun bir qadam ilishingizga turtki bo'la olsa. Shunda qilib bir qadamdan ilgirlab, asta-asta orzu-armonlaringizga yaqinlashsangiz, mening bu kitobni yozishdagi muradim hosil bo'lgan bo'ladi. Nurali Abduz yozgan Şinjan Pan-texnika nashriyati nashr qilib tarqatgan bir yilimizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.